Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahar 5-mikrorayon O'tro'rdan mahalla fuqarolar yig'inidan 4 sotixlik yerimiz bor va 3 sotixlik yerimiz bor. Ana bu o'tirgan joyimiz 4 sotixlik. Buni hujjatlarida muammo yo'q. Sirazi o'tlaringizga rasmiylashtirib, notarialni rasmiylashtirib beramiz. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, shunaqa joylardan olib o'zlaringiz xohlagan proyektlaringiz bilan uchastka qursangiz ham bo'ladi. Yo'q, birovda do'stlaringiz shunaqa joylardan yer qidirib yurgan bo'lsa, yer olib o'zim ko'taraman deyotgan bo'lsa, o'sha do'stlaringizga tarqatinglar. Shunaqa joylardan olib beram, ana qaranglar, beram obod bo'libdi. Qator kottejlar qurib, 2 etajli kottejlar quribdi. Xohlasangiz shu proyektga qarab o'zlaringiz ham ko'tarsangiz bo'ladi. Zato bular 2 sotixlik bo'lsa, bu 4 sotixdan iborat. Qadrdonim, 4 sotixlik yerimiz narxini 20 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazorchasi bor. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like papskani ayamang. Bizlarga aloqada chiqishni so'rab qo'yamiz, pastga raqamlarimizni qo'yamiz. Hozir 3 sotixlik obzorini ko'rsatamiz. Yuringlar ketdik. Qadrdonlarim, ana bu 3 sotixlik yerimiz ana. 3 sotixlik yerimizga podushka tashalgan, fundament qilib qo'yilgan g'isht bilan va eski bloklari bor. Buni ham lokatsiyasi ikkalasi ham bir joyda, 5-mikrorayonda, shu O'tro'r mahalla fuqarolar yig'inida. Bu 3 sotixlik yer narxini 18.500 deb baholayapmiz. Yana rasmiy savdolashga zazorchasi bor. Muammo yo'q, kelinglar narx bilan kelishamiz. Qadrdonlarim, agar sizlar o'ylab yurgan bo'lsangizlar, hujjati yo'q, kim nimasi yo'q deb yurmang. Hujjatlari hammasi o'z joyida. Sirazi o'tlaringizga notarialni rasmiylashtirib beramiz, muammo yo'q. Like papskani ayamang. Bu obzorimizni do'stlarga tarqating. Feras agentligiga obuna bo'lishni unutmang qadrdonim. So'qqani tashlang, shu yerni olib o'zingiz uchun uchastka ko'taring. Salomat bo'ling.